ayol sizdan yaxshiroq kimnidir topsa, u darhol eshikni yopib ketmaydi. Avval u zamin tayyorlaydi. U sizning mayda kamchiliklaringizga yopishadi. Oldin bo'lmagan janjallarni o'ylab topadi va siz nima bo'layotganini tushunmaysiz. U asta-sekin sizni o'zingizni aybdor his qilishga majbur qiladi. U sizni o'zingizdan shubhalanishga undaydi. Hammasini siz buzganingizga ishontirmoqchi bo'ladi. Chunki o'zini jabrlanuvchi qilib ko'rsatish, u shunchaki boshqasini xohlayotganini tan olishdan osonroq. U aybsiz ketishni xohlaydi. Shuning uchun siz haqingizdagi tasavvurni buzadi. Keyin esa deyarli hech qanday qiyinchiliksiz ketadi. Ammo aslida uning yuragi allaqachon boshqa joyda bo'lgan. Faqat men seni endi sevmayman deb aytishga jasorat yetmagan. Tun yarimda soyiri gulzor eding kimlar bilan bulbul uyg'on